Bolalarda uchraydigan top 3 ortopedik kasalliklar haqida gaplashamiz. Yosh bolalarda, ayniqsa qizlarda ko'proq uchraydigan chanoq son bo'g'imi displaziya kasalligi, son suyagi boshchasining to'liq o'smasligi yoki boshchaning chanoq bo'g'imida yarim chiqishi yoki to'liq chiqishi bilan ifodalanuvchi ushbu kasallik bolalarda juda ham ko'p uchraydi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda konservativ davolash orqali davolanadi. Kasallik qancha erta aniqlansa, shunchalik tez va sifatli davolanadi. Ikkinchi kasallik yosh bolalarda uchruvchi tug'ma bo'yin qiyshiqligi. Bunda to'sh o'mroq surg'isimon muskulining qisqarib qolishini hisobiga bolalarning boshi bir tomonga qiyshayib qoladi. Ushbu belgilar bola tug'ilgan kundan boshlab 7 va 10 kunlarda bolada ko'rina boshlaydi. Uchinchi kasallik tug'ma maymoq oyoqlik hisoblanadi. Ushbu holatda chaqaloqlarning oyoqlarining kaftlari ichkariga rotatsion buralgan holatda bo'ladi. Siz qaysi kasallik haqida batafsilroq bilishni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.